tayyor yuradigan bizneslardan gazoblok ishlab chiqarish biznesi. Bu hozir kelajagi bor bizneslardan gazoblok uskunasini prostoy komplektdan tortib pony avtomat liniyalargacha qilib beriladi. Mana pony avtomat liniyasi xuddi shunaqa holatda bo'ladi. Masalan, 10 ta qolip to'plamda qo'shimcha qoliplar kelishilgan holatda bo'ladi. Avtomat reskasi, xohlasangiz 220, xohlasangiz 380 da ishlaydigan, bular ham aqlli variantda. Chiqishlari, tushishlari, tezliklari ligirovka qilinadigan holatda bo'ladi. Manaqa o'zini mishalkalari, dozatorlari bilan qumini ham, sementini ham, suvini ham hammasi tarozi orqali o'tadi. Masalan, ko'p joyda suvlarini tarozi orqali o'tmaydi. Bunda tarozi orqali suvlar ham o'tadi. Lenta qumini chiqarib berish uchun, qumini elab berish uchun o'zini vibratsiyasi, suv yo'nkisi. Ko'ryapsizlar, o'zini aqlli katyollari bilan, aqlli katyol ham katta ob'yomda, masalan, u 2000-3000 kvadratni isitishga mo'ljallangan katta katyollari bilan. Va manaqa sement bunkeri. Ko'ryapsizlar, katta zavodskoy sement bunkeri. Sementni o'zidan ham yutsa bo'ladi. Bu endi ancha foydali variant. Shinaklarini ham ko'ryapsizlar, soqqali varianti. Haqiqiy zavodskoy, kichkina motor, kichkina turbalardan qilib qo'yilmagan, ko'ryapsizlar. Katta variantda. Motorlari ham 11 kilovatlik kattasidan qilingan. Kimga shunaqa uskunlar kerak bo'lsa, butun esinga bo'ylab pony avtomat deysizmi, hamma variantidan qilib beriladi. Kanalimizga a'zo bo'lib, like bosishni unutmang. Ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar.